Bularni bari ayanchli. Ko'chadan charchab kelishing bilan senga axlatlarni tashlab kel deb qolishsa. Kichkina barmog'imizni bexosdan devorni chekkasiga urib olsak. Sen yoqtirib kiyib yurgan kiyiming endi senga kichkina bo'lib qolgan bo'lsa. Nimaga? Yoshligimizda bananni etiketkasini olib peshonamizga yopishtirib olganmiz. I don't know. Bozordan biror narsani yoqtirib sotib olamiz, lekin uyga kelganimizdan keyin u narsa bizga umuman yoqmay qoladi. I don't know. Biror gap esimizdan chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha gapni topmagunimizgacha miyamiz og'rib ketadi. I don't know. Nimaga? O'zimizdan o'zimiz sumkamizni yon tomonidagi ipini xuddi shunday qilib o'ynab turamiz. I don't know. Kalendarni olishimiz bilan birinchi bo'lib o'zimizni tug'ilgan kunimizni belgilab qo'yamiz. I don't know. Har doim kontra o'ynab turganimizda bir dona o'q otib, keyin o'qlarni yana boshidan almashtirib qo'yamiz. I don't know. Nimaga? Biror narsamiz uzoqda qolib ketgan bo'lsa, kravatdan turmasdan xuddi shunday cho'zilib olamiz. I don't know. Xolodilnikni ochib stolni ustida emas, balki xolodilnikni o'zidan ovqatlanib turamiz. I don't know. Krandagi suvni toza emas deyishadi-yu, lekin nimaga mevalarni aynan o'sha suvda yuvib yeymiz? I don't know. Nimaga? Ko'chada yurganimizda daraxtdagi bargni yulishga yulamiz, lekin baribir uni tashlab yuboramiz. I don't know. Kafellarni chekkasini bosib yubormasdan ehtiyot bo'lib yurishga harakat qilamiz. I don't know. Qornimiz juda ham och bo'lgan paytda bizni lentamizdan faqat ovqat haqidagi videolar chiqib keladi. I don't know. Nimaga? Bugun ertaroq uxlayman deb va'da beramiz, lekin baribir kechasi bilan telefon o'ynab yotamiz. I don't know. Samolyot ovozini eshitib qolishimiz bilan osmonga qarab uni qidirishni boshlaymiz. I don't know. Nimaga hozir siz bu videoni aynan mana shunday holatda ko'rib o'tiribsiz? I don't know. Bularni hammasi kayf. Berkitib qo'ygan shirinligimizni topib olib, uni yeb qo'yishmagan bo'lishsa. Nice. Tishimizga kirib qolgan ovqat qoldig'ini olib tashlasak. Nice. Paypog'imizni yechib, oyog'imizni aynan shu joyini qashlab o'tirsak. Nice. Bular asabimizga tegadi. Mazza qilib musiqa eshitib turganimizda yonimizdagi do'stimiz uni so'zlarini takrorlab tursa. Oh shit. Choyga shakar solaman deganimizda uni to'kib yuborsak. Oh shit. Hali uyqumiz ochilmasdan qo'limizni eshikni yoniga urib olsak. Oh shit.